Hamda bolani videosini bitti ko'ring. Shunaqa ham video tayyorlaydi. بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم بتمنى Bitta like bosib qo'ying. Bu video 37 million prosmotr bo'libdi. 204 millionta like yig'ibdi va bu videodagi bunaqa natijalarni menimcha 3 ta sababini ko'rdim. Shularni ozgina aytib bermoqchiman. Birinchi o'rinda videoning sifati doda olingan. Faqatgina professional kamera bilan ishlashdan tashqari yorug'liklar bilan juda ham zo'r ishlangan. Ikkinchisi, montaj ham yorvorilgan. Ochiq aytaman, yorvorilgan. Bunaqa operator va montajyorlarni topish o'zi qiyin, topgan odam ham o'zi qo'yib yubormaydi. Uchinchisi va videoni eng ochib berayotgan narsasi bu sound effektlar. Ya'ni shiqirlash, shitirlash. Bu narsa videoni haqiqatda odamni ichigacha yetib borishida xizmat qiladi. Bu lekin uje urovень. Hammamizga mana shunaqa darajada videolar qilish nasib qilsin.